Assalomu alaykum. Biz Aravanda Mangut degan ayolga keldik. Shu yoqqa pechka jasab berdik ejam. Eja pechka qanday bir fikringizni aytib qo'ysangiz. Pechka bugun pechkani qurdirdik. Bunaqa yaxshi ekan. Tartishi ham yaxshi bo'ldi. Ma guyishi ham yaxshi. Aynaga ikkita qo'ydik, shu yoqqa ligrovka. Bu yeri ligrovka ekan. O'ydagiday bo'ldi eja. Ha, Alloh razı olsun. Ko'ngildagidek pechka bo'ldi. Sizlar dağı ishingizga igilik omadinglarni bersin. Aytgasin. Bundağı yaxshi pechkalarda qurib, elning kerakini jaragan yigitlardan bo'lib, ishingizga yaxshi igilik bo'lsin. Aytgasin. Yaxshi kunlarda ishlatgan nasib qilsin eja sizlarga. Orta jag'ында duxovkasi bor. Bu duxovkalardan non somsali narsa pishirsa bo'ladi. Nomer 700 ml 703 70 73 tolka WhatsApp'dan yozaverasizlar.